Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz dindoshlarim, aziz birodarlarim. Sog'i omonmisizlar? Mana biz juda ko'p salomatlikni ilinib kelyapmiz. Ushbu salomatlik bilasizlar, ulkan boylik bo'lsa, o'sha boylikni faqat tanasida dard bilgan inson qadriga yetyapti. Endi buni kim biladi, qadriga yetadi? Tanasida dard bilgan insonda, to'g'risi gap qisqa qilib aytganda, mana shu paytgacha menga juda ko'pchilik aytadi. Jahongir aka, siz qanaqa dardlarni davolaysiz? O'limdan boshqa hamma dardga mana davosini qilib beryapmiz va o'sha mehnatimizni mevasini har kuni ko'rib o'tiribmiz. Mana shu akam ham mana bizni oldimizga kelibsa ko'tarib olib kirishgan edi. Sababi ular insult bo'lib qolib, bir joyda 2 yil yotib qolganlar. To'shakka miqlanib va biz ularga mana lechiniyalarni qilib berdik, chiroyli qilib. Allohning izni bilan mana hozir o'zini oyoqlarida yurib kirib kelyaptilar. Endi jicha sal nimalari qolgan, ozgina tomonlari, ularni ham xudosi remontini qilib yorsa, xudo xolasa shu akamiz mana zo'r bo'lib qoladi. Mana hozir o'zini eshitamiz. Assalomu alaykum akajon. Xushkep siz yana bir bor. Xo'p, sizga jicha jinlik saqlab turamiz va syomka olyapti. Siz bizni oldimizga kelishdan oldin qanaqa dardlar manadan qiynalgansiz? Shu haqida bir ma'lumot bersangiz, mana shu haqida bir mana bizni obunachilarimiz, kuzatib o'tiruvchilar bor-da, sizga o'xshagan xastalikka chalinganlar. Shularga sababchi bo'ladi-da, bir tomon ishlamasdi oyoq qo'l. Aha. Mashaga kirib kela olmasdan jiyanim ko'tarib olib kirgan beyga meni. Aha. Chiqishdan ko'tarib ketgandi. Xudoga shukr, mana bugun o'zim yurib kirib keldim. Mashalloh, mashalloh, boringizga shukr akajonim. Mana Alloh shifo beramasa hech narsa emas-da mana. Birovga muhtojligi qolmagani shu-da akami. Ishonganlar kelinglar, ishonmaganlarga majbur emas. Kelib bayda diqqatbozlik qilmayni. To'ppa to'g'ri, negativlar qilib zakasga kelishib bular. Odamni boshini og'ritib. Bayda havasga o'tirmaydi bular. To'ppa to'g'ri. Mana menga hozir pulim yetmay qolganda 1 million chegirma qilib berishdi. Rahmat. Mashalloh. Shu ishlaganlarga ham hammasiga, shaydagilarga. Mana sharoitlarni tushunib, hattoki mana shu akamizni to'g'risi o'sha kerak bo'lsa narxini haqqasiga ham qilib berdiki, shu akamiz komil shifo topsin deb. Bizda haligi nima emasda, battalik nafs to'ylab bunday qilib 5 barmoqda tiqmaymiz. Shuni bilinglarki, bizga natija kerak. Sharoitini aytuvdi, mana shu akamizga kerak bo'lsa mana qilib berdi. Allohning izidan komil shifoni topib mana oldimizda o'tiribdi mana. Hozir ko'rib turibsizlar, mana kenayim ham sevinch ko'z yoshlarida. Akamiz ham xudo xolasa mana sevinch ko'z yoshlarida. Aya haqiqat ekanmi, xudo xolasa mana. Haqiqat. 2 kunda bildirdi. Foydasini, 2 kunda mana. Necha yil qiynalib yotib qoldingiz aka? Mana masalan o'zingiz ham og'zingizdan eshitsin shuni. 2 yil yotdim. 2 yil yotdingiz, ha? Qarang. Hozir shu holatlar endi yo'qmi aka, inshaalloh? Holatli yo'q. Endi mana hozir ikkinchisiga keldim. Bir oyda o'zida mana shunchalik rezultat bilan mana akajon mana. Mana rahmat shu doktorga ham. Rahmat, mashalloh. Shunchalik qilishganiga. Sog' bo'ling akajon. Ko'rib turibsizlar mana azizlarim, biz mana shu holatlarga mana chiroyli qilib lechiniyalarda qilib berdik va kerak bo'lsa o'sha akamizga Ramazon oylari dedi, keling mayli dedim, savob bo'ladi dedim, pullaring yetmasa men shu narsani maslar uchun berdim deb berib yubordik. Mana istimolini qilib mana komil shifo topib oldimda o'tiribdilar. Ko'ryapsizlar, sevinch yoshlar bilan 2 yil bir joyda qolgan inson endi o'zingizlar 2 kunda kerak bo'lsa yurib ketdilarda shu inson. Allohning izni bilan. Meni masalan yo tog'am emas, yo amakim emas, yo ammami xolasi emas. Tushuninglar. Bir xillar negativlar yozyapsizlar, boshqa qilyapsizlar. Unaqa yozmanglar. Unaqa gaplar to'g'risi men ko'tara olmayman. Menga bu quruq to'qmat deb hisoblayman-da. Shuning uchun Allohdancha qo'rqinglar, azizlarim. Ali aytadiki, birovda bir dilini og'ritsa, bu Ka'bani vayron qilish bilan bir baravar degan. Shuning uchun shuna narsalar qilmaylar azizlarim. Biz mana bu yerda mana xalqning duosini olyapmiz va o'zimizni ustimizda ishlayapmiz. Mana shunaqa paytda mana mehnatimiz mevasini ommaga oshkor qilib chiqarib qo'yapmiz. Bu yerda birovda bir pulini shirish emas bizning niyatim. Men uchun birinchi o'rinda shuni bilingki, natija muhim. Mana hozir shu akam mana yaxshi bo'lib qolganiga, ikkinchi oyda mana birinchi oyda mayli 1 million chegirma qilib berganman o'zim narxasiga. Hozir ikkinchi oyda shunday tekinga beraman shu inson uchun. Shuni bilib olinglar. Endi keyin bitta chiroyli duo qilasizlar aka, bir haqqimga mana sovg'aningni olib ketib, ikkinchi oy mendan sizlarga sovg'a, istimolini qilish shifo toping siz. Menga shu kerak shu aka. Rahmat. Iloh amin. Katta hojilarga boringlar, bundan ham amin. Martabangiz ulug' bo'lsin. Amin. Yana bitta aytadigan gapim bor edi. Aha, ayting. Mana meditsina aytsa, borib indamasa olasizlar. Mana hozir guvoh bo'lib turibmiz, mashaga kelib hozir bittasini nimasi qancha odamni ta'bini xira qildi. Bu odamdan olgan dorilarimiz hammasi natija berdi bizga. Ishonsanglar kelinglar, balki kelib odamni ta'bini xira qilmanglar. To'ppa to'g'ri.
Alloh amin hammaning dardiga shifo bersin. Amin. Allohu akbar. Xudo xolasa akajon, endi bu 2-oy bilan mani qo'llarimiz ham kelaversa ishlab keladi. Bo'ptimi inshaalloh. Mana hozir boringki 60% zo'r qilib qo'ydik. Xudo xolasa 1 oylik lechiniya bilan inshaalloh endi ko'rib borasizlar 2-oyda akam butunlay sog'ayib keladi inshaalloh. Bo'ptimi? Ilohi amin. Parvardigori olam shuncha banda mana shu yerga umid qilib kelyapti. Mana komil shifolar ato etyapsan, sendan so'rayapmiz Allohim. Duolarimizni ijobat qilyapsan. Shu yerga kelayotganlar va kelib ketayotganlarga shunday komil shifolar ato etkinki, dardlardan batamom forig' bo'lib kelishib, shunaqangi yorug' yuzlar bilan ko'rishimiz o'zing bizga ro'zay nasib aylarga. Allohu akbar. Keyin mana sovg'alar Xudo xolasa sizlardiki, inshaalloh mana shu narsalarni berganman. Zafaron yog'laridan ham beringlar. Xudo xolasa shularni iste'molini qiladi. Mana asalni aralashtirib berasizlar, bo'ptimi? Zafaron yog'idan ham olib kelib, nima, tolasidan beribsizlar hozir. Yog'idan ham tolasidan berlar. Bu yog' ekan. Mana shu narsalarni bergan makamga. Ekodavlini ham bergan ekanmanmi? Choy ham beringlar. Choy, muhabbat choyi ham beringlar. Uni ham ichib turadilar, xudo xolsa. Mana biz nima beryapmiz? Biz yediryapmiz, ichiryapmiz. Tabiiy narsalar azlarim. Bular o'ylamanglarki, odamning mazasini qochirib qo'ymaydi. Hozir mana Marg'ilondan bitta xonimizga berganmiz, chiroyli duolar qilib kelaversa, o'sha qo'shnisidan kimdadir eshitib kelgan. 7 kunlik shu bir karra qo'zg'ab bergan og'riqga chidalmasdan men bu yerda shunday meni dilimni og'ritib ketdiki, qizi bilan kelib, to'g'risi mayli. Alloh turibdi, ko'rib turibdi. Mana shu yerda mana kelibsa shifo topgan insonlar, mana 1-oylikni tugatganlar ham kelibsa gapirdi. Ular ham kor qilmadi shu insonga. Men lekin juda ham xafa bo'ldim. Mana shatim hali ham achishib og'rib turibdi, lekin endi mayli. Alloh o'sha insonga shifo berishni xohlamadi shekilli. Bilmayman nima bo'ladi, o'zi biladi, lekin o'ziga o'zi qildi. Men kelin degani bilan, lekin men bu yerda gapirgan qizini gapi ortiqcha bo'lib chiqdi nihoyatda. Lekin haqiqatan bag' etmoqchi bitta doktor shunaqa yozib bersa, mana bir nima deyinchi deyalasizmi, gapirolmaysiz. Lekin u kelib nagli menga shunday aytibdi, behurmatli. Hattoki yozib bergan qog'ozimni ko'rsating, mana akamning qog'ozini beringlar, mana bir chiroyli tartibda saqlagan. O qog'ozni ko'rsalaring, bo'lmagandan farqi yo'q, shaltag'i chiqib yog'i oqayotdi. 7 kunlik yozib bergan qog'ozim. Mana bularga bergan qog'ozimni qaranglar. Mana hurmat. Mana yuzimni bo'yab ketdi desam ham bo'ladi-da shu insonlar. Mana navaralarni ham kerak bo'lsa operatsiya qildirgan, boshqa qildirgan, pay qo'yamiz, o'qilamiz deb turib qo'lini kaltaq qo'yishgan. 3 marta yana operatsiyalar qildirishgan. Borishgan. Oxiri mayli, men qo'limdan kelgancha o'sha nevarasiga ham qilib beraman. O'sha tomonlarni ham qilib beraman deb qanchalik mayta mehr bilan jon kuydirib shu ishni qilsam-u, nahot ekan bu inson zoti mana shunaqangi holatlarga ba'zi bir insonlar demoqchiman-da, shu tomonlarga chidab bermasa. Meni vahimam bordi, boshqa 180 ga 120 davlinasi o'lchadi. Mana bugun kelibdiki, davlini ham ko'tarib boshqa boryapti, vahima qildi. Davlinasini o'lchasam 130 ga 90 turibdi. Qaranglar, 7 kunda mana yaxshigina natija beryapti. Endi bir kara mana yillar davomida ichlari qotib, qabziyat bo'lib kelgan inson ekan. Shularga mana yozib bergan narsalar ham oddiy narsalar yozib berganman-da. Ichirgan, mayli, xo'p, o'sha kalitlar bo'lyapti-da. O'sha kalitlar tushirayotganda har bezovta qilmasa nima qiladi? Ozgina tushuninglar azlarim, meni mahsulotlarim shuni bilinglarki, davolovchi narsalar. Meni narsalarim uxlatmaydi, og'riq qoldiruvchi narsa emas, shuni bilib olinglar. Bu ilg'aydi deganda o'sha organizm o'ldirib shu petgacha kelganmisiz? Uxlatib kelganmisiz? Antibiotiklarni o'shalarda tiriltiradigan narsalar, organizmda kurashuvchanligini zo'r qilib qo'yadigan narsalar, berayotgan narsalarim murtlashgan suvlarda zichligini oshirib qo'yadigan narsalar. Kerak bo'lsa mana shu o'sha tromb bo'lib qolgan insonlarda trombini eritib tashlaydigan narsalar beryapman. Mana shu insonim 2 yil bir joyda yotib qolgan. Allohning iznidan mana komil shifo topib oldimda turibdi. To'g'ri tushuninglar azlarim. Men bitta shuni bilinglarki, men sehrgar emasman yoki avliyo emasman. Bunday qilib silab qo'yib davolab qo'yadigan. Men ilmim yetgancha faqat mana shu tabiiy narsalarni nima qilsin organizmga nimaga foydaliligini bilib, ilmimni sababini qilib beryapman. Uyog'ini Alloh beryapti sizlarga shifoni. Hammamiz musulmon insonmiz. Shuni bitta menda singdiringlar. Ixlos bu yarim shifo. Uyog'i Alloh xohlasa borku, bir tomchi kelibsa, bir xo'plam suv ham sizga shifo bo'laveradi. Shuni bilib olinglar. Lekin men Xudodan shunaqa shifo berishni, asha sababini oqtargan bandani so'rayman, o'sha kelishni xohlayman, lekin mayli bir ikkita mana shunaqangi holatdagilar kelyapti, uni ham bir hikmati bor deb bilaman. Tushuninglar-da, unda ham bir hikmat bor. U ham men uchun bitta saboq deb bilyapman. Shuni bilib olinglar. Mayli, azlarim, videomizga like deb bosib, xudosa bizni kuzatishda davom ettirib turinglar. Iltimos, o'zlaringni ustlaringda ishlanglar. Menga bunaqangi neprotiv bo'lmanglar. Mana shunaqangi yangiliklar qilib chiqaringlar. Men sizlarga dushmanligim yo'q. Biror marta bir sizlarni yomonlagan ham yo'qman, boshqa ham qilgan yo'qman. Mayli, o'zlaringni yo'llaringda
U Xudo hammaga rizqini berib qo'ygan. Men masalan pul uchun bo'lganda mana shu narsalarni tekinga bermasdim, boshqa qilmasdim. Menga insonning salomatligi birinchi o'rinda va insonning qadri birinchi o'rinda, shuni bilinglar. Qadrimni bilganga men ham qadrini bilaman, shuni bilinglar. Qanaqa salom bersangiz, shunaqa ali oladigan insonman. Men shunaqa insonman, shuni bilib olinglar. Mana ko'rib boraverasizlar, o'sha gap yangi chiqayotgan, endi mana biz 6 oy bo'lgan bo'lsa, o'sha yulduzimiz Xudo xolasa mana shu xalq meni ko'tarsa quyosh bo'lib porlayman-da. Inshaalloh. Amin, amin. Salomat bo'linglar. Videomizga like ni bosib qo'yinglar. Bering choyda. Mana shu choyni ham iste'molini qildiringlar. Mana tabiiy narsalar, Xudo xolasa iste'molini qilib keling aka. Xudo xolasa keyingi oy bundan ham zo'r bo'lib keling. Hozir mana asalimizga asalani sutlarini qo'shib zo'r qilib tayyorlab beramiz. Bo'ptimi akajonim? Keyingi oy Xudo xolasa o'zingizda hammi? Ha. Aha. Ha, o'zingizdan bilmasam gapirib bering, to'xtatib. Videomiz ulanib ketyapti. Endi ayamni ham bir nima qilaylik. Akamga qarab bag'am tugab bo'lgan, Xudo xolasa. Mana endi tugagan holatini. Aha. Asablari ham. Aha. Aha. Keling mindaraqqa, keling mindaraqqa. Holi qolmaydi. Yurishga holi qolmay yuruvdi. Terapiyada больницada olib yotdi. Yurgani holi qolgani yo'q. Bichasimanda. Aha, aha. Rahmim kelib, qani endi meni qo'limdan kelsa bularga qarashib qo'ysa. Aha. Qarashib qo'ya olganim yo'q. O'zim kasalman. Qarang, ha. Meni mashqiz olib keldi. Bichasiz ham boring o'sha yerga. Shifo topasiz. Qarang, ha. Shuning uchun keldi. Mashalloh, mashalloh. Mashlarga rahmim keldi-da. Qarang. Ha. Opa, Asablarim joyiga joyida tushdi. zo'rmi? Rahmat, qabziyatlar yo'qoldi. Mashalloh. Oshqozonda og'riq yo'q, boshda og'riq yo'q. Bir karra ilg'adimi, chicha nima qilgan? Ilg'adi. Bir marta dori ichdi. Ha, ilg'aganda, ha, mana shunaqa deylar. Mana ilg'ashiga chidalmasdan bitta inson kelib, jicha bana ko'ryapsiz, dilxaralik qilib ketyapti-da. Lantirib qo'yarkan. Ha? Ha? O'shnaqada. Tushuntira bilishga. To'ppa to'g'ri-da, to'ppa to'g'ri. Endi biz Allohga boringki, shukr, birovga rahmat. hech qachon bir yomonlikni nima qilmaymiz-da, chunki bu tabiiy narsalar hech qachon odamni o'ldirmaydi. Hech qachon o'ldirmaydi. Bularda masalan pomojniy effekti yo'q umuman. Chunki bular tabiiyda, tushunyapsizmi? Bir joyingizga foyda qilib, bir joyingizni urib tashamaydi. Yo reaksiya bermaydi bular. Iste'molini qilsangiz bo'ldi, prosta normasini bilib turib. Shifo topaveradi insonlar. Ozgina ilg'arkan, o'sha ilg'asiga sabr qilish kerak ekan. Sabr qilish kerak ekanda. Sabr qilish kerak. Rahmat. Har kuni telefon qilaman. Qo'limdan kelgancha immunitetini ko'tarsin deb bir nimalarni ko'tarib, mana shuni yegin, senga ham kuch bo'ladi. Kasal emas, kasalga qaragan ham kasal. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Rahmat. Qilsa bilan o'zim ham keldim. Salomat bo'ling, mashalloh opa. Mana ko'ryapsiz, navbatga kelgan inson faqat shifo topadi. Hali biron kimni eshitmadik. Masalan, birov maymetda kelib shu dardidan shifo topmadim demadi. Allohim shunaqangi hammamizni yorug' yuzlar bilan ko'rishtirgin. Doimo mana yomonlardan o'zing saqlagin Allohim. Quruq tuhmatlardan o'zing saqlagin. Shu Allohim xalqimizni oldimizda doimo yorug' yuzlar bilan ko'rishimizni o'zing bizga ro'zay nasib aylargan. Rabbina atina fid dunyo hasanatan fil oxiratin hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya rahmon rohim. Allohu akbar. Asmaladan ham 100 gram tortib beringlar. Mana shakimga padarka qilib beringlar. Ash oqidan bero chiroyli qilib. Salomat bo'ling. Buni tayyorlab beraymi hoji aka? Ha, buni tayyorlab bering. Mana shular sovg'a. Umuman pullarini olmanglar, menglar.